364 va nihoyat 365. Men to'xtataman deb o'ylamagandim. To'liq videoni YouTube kanalimizga qo'yamiz. O'tib, like bosib, kommentariyada O'zbekistonimizni bayrog'ini qoldirib ketishlaringizni iltimos qilib so'rayman. Siz chunki meni ko'pchilik ko'rishi uchun sababchi bo'lgan inson bo'lasiz. Aytgan iltimosimni bajarsangiz, mana shu ko'rib turgan videomizni maksimalni tarqatingizlar. YouTube kanalimga o'tsalaringiz to'liq videoni ko'rib bilib olsalaringiz bo'ladi, gap nima haqida ekanligini. Va'da berdim va bajardim. 365 ta ajmani tayyor. Va bugun men yana bir muhim qarorga keldim. Sog'liq har doim birinchi o'rinda. Men xatoyimni tushundim. Mashg'ulotga qaytish, yanada kattaroq, dahshatliroq loyihalarni qilishim uchun hozir to'xtashim kerak va tizzamni davolatishim kerak. Meni yo'qotib qo'ymang. Shifoxonada davolanish jarayonlaridan ham qiziqarli kontentlar qilamiz. Men yanada kuchli bo'lib qaytaman. Har doim harakatda bo'ling, lekin o'zingizni asrang. Xudo xolasa hammasi oldinda.